mana uydan pulsiz chiqinglar, uydan pulsiz chiqib niyat qilib kelinglarchi. Gapiradiganlar. Qaranglarda sizlar niyat qilinglar bu mana. Allohim menga nasib qil deb yotinglar. Yotsalaring Alloh beradimi? Niyat qilib amalni ham qilish kerak. Amallar niyatlarga bog'liq do'stlar. Sizlar kuzatib turinglar. Endi aktiv uchun deydiganlar. Men bosyapman, qolganlar bosyapti. Qattiqchi ko'payib ketdi, million bo'lib ketdi, ko'ra olmaydiganlar. Sizlardan ko'payadi, g'iybat qilib mish-mish qilmasdan. Men hammaga bosib tashlayapmanmi? Alloh yo'lida. Bir kun o'tamiz, ketamiz. Hamma narsa qoladi do'stlar mana. Bu joylar lekin savoblarga to'la joy. Bu yerda nafas olsak savob yozilar ekan. Do'stim, jannatlarda ko'rishaylik. Keyin do'stlar, Bilol do'stimizga 10 kun vaqt beribdi. 10 kun ichida chiqib ketish kerak ekan. O'sa katta jarimasi bo'lar ekan. Inshaalloh hozir keyingi videolarda payg'ambarimiz ravzalariga kirib sizlarga salomlar aytamiz. Sizlarning nomlaringizdan salomlar aytamiz. Kuzatib turinglar do'stlar. Bu yo'q endi zo'r bo'ladi. Inshaalloh.